to'g'risi hozir serial yana o'zim ko'ryapman-da. Oxirgi bo'lgan narsaga shunaqa g'alati bo'lib ketyapman. Bilasizlarmi, bu yerda nima bor-da? Bu yerda не только kelin ko'ynakda qolib ketishi, ba'zi bir qizlar kelin ko'ynak kiymasdan turib ham shunaqa o'yinlarga aldanib, shunaqa qolib ketgan qizlar bor-da. Yo'q emas. Meni o'zimga ham juda ko'p qizlar yozishdi, shu qo'yish boshlaganimizdan keyin qanaqa voqealar bo'lganini hayotda, kinodan ham qo'rqinchli vaziyatlar bo'lganini yozishganini o'qiganimda men hayron qoldim shunchaki. Serialni shunaqa tugatganimizning ham sababi shu, ko'pchiligiga dars bo'lsin. Что bitta qizni hayotini o'yin qilib yuborish yaxshi emas. Maksimum ko'rsatishga harakat qilganmiz bu narsani. Oy. Hammaga rahmat. Ayniqsa keyingi storiesda aytaman. Hozir keyingisida aytaman.